Viloyat hokimi Xayrullo Bozorov Xitoyning Hubey provinsiyasi vitse-gubernatori Cheng Yongveyn boshchiligidagi yirik kompaniyalar vakillaridan iborat delegatsiyani qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston Xitoy davlatlari rahbarlari darajasida doimiy muloqot va samarali kelishuvlar yo'lga qo'yilishi natijasida o'zaro manfaatli hamkorlik mustahkamlanib, strategik sheriklik aloqalari rivojlanib borayotganligi e'tirof etildi. Ikki davlat rahbarlarining qo'llab-quvvatlashlari bilan hududlararo aloqalarning rivojlanib borayotgani, investorlar uchun ham katta imkoniyatlar eshiklarini ochayotgani aytib o'tildi. Hubey provinsiyasi vitse-gubernatorining viloyatimizga tashrifi ham ana shu do'stona munosabatlarning yorqin ifodasi ekanligi qayd etildi. Farg'ona viloyati va Hubey provinsiyasi o'rtasidagi iqtisodiy, investitsion, madaniy va turizm sohalaridagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqilishiga ishonch bildirildi. Xalqlarimiz o'rtasidagi munosabatlar Buyuk Ipak yo'li tarixi bilan chambarchas bog'langani, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi esa bu aloqalarni yanada mustahkamlab, hamkorlik ko'lami ortishiga xizmat qilishi ta'kidlandi. Samimiy muloqotda Xitoy O'zbekiston iqtisodiyotiga eng ko'p investitsiya kiritayotgan davlatlardan biri ekanligi, viloyatimizda ushbu davlat kapitali ishtirokida 250 dan ziyod korxonalar faoliyat olib borayotganiga e'tibor qaratildi. Xitoylik investorlarga viloyatning iqtisodiy, investitsiyaviy imkoniyatlari, investorlar uchun yaratilgan qulayliklar haqida ma'lumot berildi. Uchrashuvda Hubey provinsiyasi bilan ishlab chiqarish, mashinasozlik, elektrotexnika, ta'lim, turizm, madaniyat bo'yicha hamkorlik imkoniyatlari ko'rib chiqildi. Ayniqsa, oliy o'quv yurtlari o'rtasida hamkorlikni yo'lga qo'yish, elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqarish loyihalarini Farg'onada ham amalga oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Yakunda Farg'ona viloyati va Hubey provinsiyasi o'rtasida do'stlik va hamkorlik to'g'risidagi anglashuv memorandumi imzolandi.